O'zbeklardan o'sib chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Amir Temur 1336-yilda hozirgi O'zbekistonning Shahrisabz shahrida tug'ilgan. Uning oilasi Maliklar oilasi bo'lib, u yoshligidan boshlab harbiy va davlat ishlariga qiziqishni bildirgan. Chiqqan bir qahramon, buyuk zotdir sarkardayu sohib. Temur 14-asr davrida o'zining harbiy strategik qobiliyati bilan tanilgan. U ko'plab janglarda ishtirok etgan va juda ko'p davlatlarni, jumladan Iroq, Eron, Turkiya va Hindistonni zabt etgan. Mening bobom Temur bobom, buyuk zotdir sarkardayu sohib qiron. Temur o'zining davlat boshqaruvini yaratdi. U juda markazlashgan va mukammal bo'lgan. U davlatni tashkil etishda o'zining harbiy tajribasini va strategik kuzatishini qo'llagan. Shamshirdan otlar hurkib yovlar qochgan. Amir Temur arxitekturaga katta e'tibor bergan. Samarqand shahridagi Registon maydoni, Sherdor madrasasi va Ulug'bek observatoriyasi uning davrida qurilgan. Uning hukmronligi davrida madaniyat va ilm-fan rivojlangan. Temur bobom, mening bobom, mening bobom. Uning faoliyati davrida ko'plab janglar, xususan ichki nizolar va tashqi dushmanlar bilan kurashlar yuz berdi. Bu uning imperiyasini mustahkamlashga yordam berdi. Temur 1370-yillarda o'zining imperiyasini qurishni boshladi. U Markaziy Osiyo, Eron, Iroq, Suriya va hatto Turkiyaning bir qancha qismini o'z hokimiyati ostiga oladi. Siylagan ulug' zotlar. Temur davrida Samarqand, Buxoro shaharlari madaniy markazlarga aylandi. U arxitektura, san'at va ilmiy ishlarga katta e'tibor berdi. Uning davrida ko'plab obidalar, masjidlar va madrasalar qurildi.